Navbatdagi to'qnashuv boshlandi. Dangerous Sportsga qarshi Team Revolution jamoasi high groundda, Senator va sheriklar bilan low groundda harakat qilyapti. Ajoyib zajim amalga oshirildi. Yakuza low HPda hozir u o'z holatini yaxshilab oladi va yana fightga aktiv qo'shiladi. Hardboy biroz qanot olib, o'yinchilarni qidirib ko'rdi, raqib o'yinchilarini. Javohir hozir pozitsiyasiga granata yetib kelayotgan edi. Va biz planni biroz yo'qotib qo'ydik. Krivetka mana ko'rishimiz mumkin. Hardboydan nok, Senator nok holatida va bosim ko'tarilishi mumkin Revolution jamoasi tomonidan, lekin biroz bo'lsa ham ehtiyotkorlikni ushlab turishdi. Yakuza Donni nok holatiga keltirdi. Ajoyib. Senatorni esa ko'tarib olishdi. Regina esa Donni ko'tarishlarini boshlab yuborgan. Hardboy ancha yaqinlashib oldi. Ortida esa Krivetka Javohirga qarshi Hardboyni qabul qilib olyapti. Javohir 18 o'z oldidagi raqibini ajoyib tarzda nok holatiga keltirdi. Senator yana nok holatida, Don ham nok holatida. Krivetka Hardboyni ko'tarib olyapti. Yakuza biroz yaqinlashib olishi kerak. Regina o'ng qanotdan hozir Zikoni nok holatiga keltira oladimi? Ha. Dangerous Sports o'yinchisi, ya'ni oxirgi o'yinchisi hozir oldidagi raqibini nok holatiga keltiryapti va shu zahoti dabit qilib yubordi va bo'ldi. 3 kishi bosib yuborishdi bu pozitsiyani. Hozir Revolution jamoasi o'yinchilari yaqinroq kelib olish kerakligini ko'rib turibmiz low groundga. Dangerous Sport jamoasi o'yinchilari esa yaxshigina high groundda o'z pozitsiyalarini tezlik bilan o'zgartirib olishlari kerak, burchaklar olishlari kerak. Senator aynan shu ishni amalga oshirayotganligini ko'rmoqdamiz. Hayyashkalar qidirilish boshlanadi. The Revelation Team jamoasi o'yinchilaridan esa hozircha xabari bor. Revelation Team jamoasi o'yinchilari tomonidan yana bir hayyashka, yana bir orqama-ketdan hayyashkalar uloqtirilayotganligini ko'rib turibmiz. Noqolatiga ham uchratildi va dabit ham qilib yuborishadi katta ehtimol bilan. Hardboy saygada Senatorga qarshi eski bir raqiblar yana o'zini eslashdi bir-birlarini va Hardboyda qo'li ustunroq kelmoqda. Senator noholatga uchratildi. Donning spreylari hozircha o'z raqibiga unchalik ham yaxshi yetib bormayapti. Yana spreylar, yana bir necha gollar bera oldi. Balkimda hozir Hardboy noholatga uchratilishi mumkin. Perkillar boshlandi Hardboy tomonidan. Regina bilan Don bir burchak olib olishgan. Senatorni qutqarib olishga harakat qilishmoqchi. Menimcha Hardboy yana katta sahnalarda Hardboy mana bu safar Hardboyning qo'li ustunroq kelayotganligini ko'rmoqdamiz. Va Regina topoladimikan? Raqibini yo'q, nimagadir yo'qotib qo'ydi. O'z sherigi nok bo'lib turgan sherigi tomonidan o'qlarni yo'naltirdi. Hardboy raqibini nabit qilib yubordi. Regina saygalarda bir uronni bera oldiki, lekin ikkinchi o'q tegmadi. Va Hardboyning qo'li yana ustunroq kelmoqda. Don o'zi solo holatida qolib ketgan, 2-1 vaziyat. Yo'q, o'zi umuman 3-1 vaziyat. Hardboyda yaxshi burchak. Revolution Team jamoasining qolgan o'yinchilari esa borgan sari yaqinlashmoqda demoqchi edim. Don demayapti hozir. Birinchi bir tomonga kelgan, yana bir tomonga qarab, endi Hardboy tomonga ham qarab qo'ymoqda. O'z transportiga o'tirishni boshladi. Zonamiz ham o'z yurishini boshlaganligini ko'rib turibmiz. Hardboy ham o'z pozitsiyasini o'zgartirishni boshlab yuborish kerak. Don borgan sari raqiblarga yaqinroq bormoqda. Donga spreylar, Don yashamoqda, yana mana endi Compound tomonidan o'z o'yinini davom ettiradi. Lekin zona hozir uni majbur qilish mumkin. Oldinga yurishga Krivetkani nok holatiga keltirdi. Don endi birga bir fight ko'ramiz. Nahotki Don bir o'zi hozir mana shu vaziyatni olib chiqib ketsa, yana nok holatida 2-1 sportchi to'qnashuvi o'yin oxirida yuzaga kelyapti. Hardboyga qarshi Don. Hardboy hozir ko'rdi, Reginani dabit qilib yuboryapti Don va hozir Donda Hardboyning pozitsiyasi haqida ma'lumot bo'lmasligi mumkin. Endi bor, chunki granata qaysi pozitsiyadan uchib kelganligini Don ko'rdi va ochiq pozitsiyaga chiqishga majbur bo'lyapti va bo'ldi. Hardboy masalani hal qildi va bu jamoa uchun ikkinchi ochko. Don hayyashkalar qizdirib olganligini ko'rib turibmiz. Revolution jamoasi o'yinchilari tomonlama hayyashkalar uloqtirish boshlandi. Ikkinchi qavatda gripning ikkinchi qavatida hozir bir o'yinchini o'zi yolg'iz harakat qilmoqda. Hardboy tomonlama yana hayyashkalar uloqtirildi. Hardboyning hayyashkasi esa Senator tomonlama yo'q, birozgina tushmadi. Transportlarga o'tirish boshlandi. Krivetka burchak olib olganligini ko'rib turibmiz. Krivetka albatta ehtiyotroq bo'lish kerak. Hardboyda tanasi bilan yopsa ham bo'ladi-ku. Yo'q, unday qilmadi. Senator Hardboyda bartaraf etib qo'ydi. Dabit ham qilib yuborganligini ko'rib turibmiz.
Va endi 4-3 vaziyat. 4-3 vaziyat va Danger Sport jamoasi o'yinchilari birozgina bosim o'tkazishni boshlasa ham bo'ladi. Hayyashkalar qizdirildi, uloqtirildi, krevetka yaxshigina o'rin qabul qilib olganligini ko'rib turibmiz. Ikkinchi qavatda esa Revolution Team jamoasi o'yinchilarini ikki o'yinchisi turishibdi hozircha. Yakuza va Senatordan ajoyib sprey va Yakuza nok holatida Ziko hozir darhol uni ko'tarib olishga harakat qiladi, lekin Danger Sports o'yinchilari buni kutmayapti va oldinga yurishni davom ettirishda. Don Javohir birgalikda pushni amalga oshirishda. Don birinchi o'yinchini nok holatiga keltirgan edi, lekin Ziko uni qaytarib nok holatiga keltirdi. Javohir esa o'z vaqtida faytlarga qo'shildi. Oxirgi bo'lib Regina yetib kelyapti. Senatorni Yakuza nok holatiga keltiryapti. Ajoyib. Javohir 1800 raqibini nabit qilib yuborishga harakat qilib ko'rdi, lekin bu yerda hozir Yakuza yaxshi yana bir raqibini holatga uchratib qo'ymoqda va Javohir 1800 bilan birga bir vaziyat. Javohir 1800 ning Hayyashkasi hozircha unchalik yaxshi mo'ylikka unchalik yaxshi tushmadi, lekin u tomonlama Hayyashga ham uloqtirishga harakat qilib ko'rdi. Yakuzani Hayyashkasi esa u ham unchalik faol bo'lmadi. Yana bir mo'ylik. Yakuza juda ham lovushli holatida, lekin Hayyashka o'z yakunlani nuqta qo'ydi. Yakuzani o'zi ham o'ziga ishonmadi menimcha hozir. Kutmagan edi. O'sha pozitsiyaga otib qo'yilgan edi granata va Javohir esa o'sha pozitsiyaga kirib qoldi. Navbatdagi raund hisob 3-0 va ko'ramiz. Bu yerda Danger Sports jamoasi o'yinchilari ortda qolishyapti. Javohirdan ajoyib nok, Yakuza nok holatida va granatalar o'yin boshida biz o'rganib qoldik mana shunday granatalar yomg'iriga va hozir krevetka Yakuza pozitsiyasiga granata aniq bo'ladimi? Yo'q, ketdi. Ziko birozgina pastroqda olib olganligini ko'rib turibmiz. Ziko hayyashkalar qizdirish kerak menimcha, mo'liklar ishlatilmoqda. Maksimal darajada hozir utillar ishlatildi. Bu degani unchalik yaxshi xabar emas. Agarda fight cho'ziladigan bo'lsa, mana shu fightning oxirida juda ham kerak bo'ladi hayyashkalar. Albatta, buni albatta o'yinchilar ham sezib turishibdi. Ko'ramiz. Hozircha jamoalarda 4 ta o'yinchi o'z o'yinini davom ettiryapti. Yakuza ajoyib burchak olgan edi-yu, lekin bu burchakni Senator yo'qqa chiqardi. Yakuza nok holatida ustunlik albatta Danger Sports o'yinchilariga o'tib ketadi. Hardboy DBS bilan xavfli bo'lishi mumkin edi, lekin o'yinchini nok holatiga keltira olmadi. Aksincha o'zi nok qabul qilib oldi. Krevetkani bir o'zi qolyapti. Hozir unda biroz hayajon yuzaga keladi. Ikki qizimiz to'qnashuvimi? Krevetka yoki Regina? Yordam berib yubordi. Senator yordam berib yubordi. Ajoyib cover Senatordan va Danger Sport jamoasi o'yinchilari o'zlari uchun birinchi hisobda yozib qo'yishmoqda. 3-1 va bu hali yakun emas. Bu hali o'yinlar davom ettiriladi degani, bu hali Danger Sports yakunlab qo'ydi degani emas. Ular hali taslim bo'ldi degani emas. Albatta, biz 5-raundga yetib keldik va pozitsion ustunlik biroz Team Revolution jamoasida high groundda harakat qilishyapti. Senator o'z sherigi bilan, ya'ni Don bilan birgalikda burchak olish uchun transportda rotatsiyani amalga oshiryapti-yu, lekin ikkalasi ham low HP'da zona tashqarisiga chiqib ketishdi hattoki va mana shu holat ularga ikkita minus olib kelyapti. Endi pastda Regina hamda Yakuza topdi. Javohir o'zi qolyapti va u Zikoni nok holatiga keltirib shu zahotida bit qilib yubordi. 3-1 fight ko'ramiz. Reginani ko'tarib olishning iloji yo'q. Javohir agar mana shu pozitsiyadan chiqadigan bo'lsa, u ham nok qabul qilib olib masala hal bo'lib ketishi mumkin. Yakuza granata otgan pozitsiyada esa hech kim yo'q. Yakuzdan hozircha menimcha katta ehtimol bilan xabari yo'q edi. Aynan grip ortiga o'tib olganligini Javohir 1800 da. Mana endi esa bor hayyashkalar uloqtirishga harakat qilib ko'rmoqda. Javohir 1800 o'zining qanaqadir hayyashkasi umuman bir keraksiz joyga uloqtirildi. Saygada birinchi ortdagi raqibi bilan birga bir vaziyatda, lekin yo'q. Revolution Team jamoasi o'yinchilari 4-raund ham hisoblariga yozib qo'yishdi. Kulachok s krevetkой. 4-1 hisobi albatta Team Revolution jamoasini kayfiyatini ancha ko'tarib yuboryapti. Biroz xotirjamlik bor o'yinchilarda. Navbatdagi raundga yetib keldik. 6-raund Danger Sports jamoasiga qarshi Team Revolution jamoasi
to'qnashuvini siz kuzatib boryapsiz va navbatdagi pozitsiya. Ikki jamoada ham compoundlar bor va senatordan birinchi nok ajoyib tarzda amalga oshirildi va Yakuza shu zahoti sherigini ko'tarish ishlarini boshlab yuboryapti. Dangerous Sports o'yinchilaridan esa hech qanday agressiv harakat ko'rmadik hozircha Hardboy'dan. Bu ajoyib granata. Hali biz o'sha jahon chempionatlarida ham mana bunday granatalarni ko'ramiz degan umiddamiz. Aynan o'sha pozitsiyaga yana granata, Donok holatida, Senator low HP da Regina hozir sheriklariga yordamlashib yuborish kerak. Yakuzani emotsiyasi hali ham saqlanib qolibdi. Javohir biroz noaniqroq spreyni zajimni amalga oshirdi va o'zini qabul qilib oldi. Yakuzani o'yiniga e'tibor bering. Hardboy chap qanotdan kirib keldi va bo'ldi, masala hal qilindi. G'alaba bilan tabriklasak ham bo'ladi. Regina tezlik bilan nimagadir nok qabul qilib oldi. Uning ortidan esa Yakuza nok qabul qilib olayotganligini ko'rib turibmiz. Razmenlar bor. Ikki jamoada ham razmenlar bor va Dangerous Sports esa bosim o'tkazishni boshlashmoqda. Senator juda ham low HP holatda bo'lsa ham, lekin hayyashkalar qizdirib uloqtirishni boshlay borgan. Birinchi hayyashkadan ketidan ikkinchisi ham uloqtirib qo'ymoqda. Senatorda hayyashkasidan so'ng Yakuza yana nok holatga uchatildi va Ziko David ham bo'lib ketdimi? Ajoyib. Hozir bosim Dangerous Sports o'yinchilari tomonidan Senator hozir yaxshigina damage'lar qabul qilib olyapti. Mana bu granata foydali bo'lishi mumkin edi. Keyingisicha Hardboyga qarshi Senator, Hardboyning qo'li ustunroq kelyapti. Juda ham yaxshi, yana bir raqibi bor. Umuman ko'pchilikni tashkil etishdi bu yerda. Dangerous Sports jamoasi o'yinchilari Yakuza bir o'zi Revolution jamoasida bitta o'yinchini nok holatiga keltirdi va David ham ikkita o'yinchini nok holatiga keltirdi. Javohirga qarshi Yakuza birga bir fight, kimning qo'li ustunroq keladi. Javohir masalani hal qildi va hisobni biroz bo'lsa ham qisqartiryapti. Do'stlar, Revolution jamoasi o'yinchilari hozircha oldinda va Dangerous Sports jamoasi o'yinchilari yana qattiq bosim o'tkazishda harakat qildi. Nimagadir hayyashkalar orqama ketini uloqtirish boshlanmoqda. Yakuza hozir jamoadoshi bilan birgalikda yaxshigina burchaklar olib olishgan. Krevetka bilan hozircha Krevetka bilan birgalikda Hardboy yaxshi granata. Hozir ikki o'yinchini holatga uchratib qo'ymoqda. Don uyg'ondi. Don uyg'ondi rostdan ham. Ajoyib granata. Krevetka, Hardboy nok holatida, Yakuza ham nok qabul qilib olyapti. Don 3-nokni amalga oshirdi. Birgina Ziko qoldi, u esa Hardboyni ko'taryapti. Bu to'g'ri tanlov. Endi tajribadan kelib chiqib Don yana bir nokni amalga oshiryapti. Hozir masalani hal qilib qo'yishi mumkin. Senator yordam berib qoldi, lekin juda ham katta ishni hozir Don bajardi. Albatta, to'g'ri Don tajribasi qay darajada ekanligini mana WoW kartasida ham bizga namoyish etyapti. Hisob yana qisqardi. 5-3 sekin-astalik bilan Dangerous Sports jamoasi o'yinchilari har doimgidek o'zlari yoqtirgandek comeback amalga oshirishmoqda. Senatorning hayyashkasi yomon emas. Senator lekin nok qabul qilib oldi. Yakuza juda ham low HP holatda. Dangerous Sports jamoasi o'yinchilari shoshilish kerak emas. Yana bir hayyashka Krevetka tomonlama. Krevetka juda ham low HP holatda. Krevetka hozir nok holatga uchatiladi. Katta ehtimol bilan Don nok holatga uchatildi. Regina ham nok holatga uchatilmoqda va Dangerous Sportsning so'nggi o'yinchisi solo holatida qolib ketdi. 3-1 vaziyat. Javohir 18 uz nimalar qila oladi ekan? U tomonlama hozir bosim o'tkazilish boshlamoqda. Ortidan, ketidan, oldidan, orqasidan, chapidan ham hamma joydan hozir navbatdagi raundga yetib kelyapmiz. Bu 10-raund do'stlar. Revolution jamoasi tobora mana shu g'oliblikni yaqinlashtiryapti o'zi uchun. Transportda Hardboy hamda Zikoning rotatsiyasini ko'rdik. Hardboy endi transport bermaydi bu bolaga. Bu xatodan keyin endi transportga o'tirg'izmaydi Hardboy. Xo'p, Ziko bir burchakda qoldi, lekin bir pozitsiyasi unchalik ham yaxshi emas. Yakuzadan esa hozircha hech kimning xabari yo'q. Menimcha Senator tomonlama birinchi hayyashga, ortadan hozir yana ikkinchi hayyashga ham uloqtirilmoqda. Senatorda mo'yliklari yomon emas. Hozir raqibini yo'q etganligini ko'rib turibmiz. Ziko nok holatga uchatildi. Yakuza tezroq harakatlarni qilish kerak. Krevetka esa hozir Yakuzani poylab turibdi. Hardboy nok holatga uchatildi. Dangerous Sports round sari borgan sari
ular uyg'onib borishmoqda va comebackga yaqinlashib ham borishmoqda. Krevetka nimagadir barmoqlari menimcha hali yaxshi qizimagan. Tirnoqlari xalaqit bermayapti-mikan? Navbatdagi raund do'stlar, comeback ko'rishimiz mumkin. Danger Sports tomonidan o'yinchilar ancha kirishib olishdi o'yin tempiga va senator pozitsiyasiga granata yaxshi bo'lishi mumkin edi. O'yinchilar bir joyga yig'ilib qolishdi va bu juda ham xavfli granata. Aynan mana shu pozitsiyaga kelib qolishi mumkin. Xatbo'ydan biroz noaniq granata. Navbatdagi granatachi yo'q, yetib kelmayapti. Hozir ajoyib pozitsiyada fight bo'lib o'tyapti. Kichkinagina low ground bor. Danger Sports o'yinchilari mana shundan foydalanishyapti. Yakudza hozir burchak oldi va uni pozitsiyasiga Javohir tomonidan granata yetib kelyapti. Mana bu granata yaxshi bo'lishi mumkin edi. Yakudza raqibini kutib ola oladimi? Yo'q. Nol qabul qilib oldi. Yaxshi. Revolution Team jamoasi o'yinchilari bosim o'tkazishni boshlashmoqda. Hardboy qanday? Bo'ldi, baribir o'z xatosini to'g'riladi. Yakudzani boy 1 yilda otgandan keyin birozgina o'ylanib qoldim. Azizki Yakudzani oldin ko'rgan o'yinchilar 1 yilda qanday otishlarini hozir va hozirgi vaziyat bilan solishtirib baribir katta tanaffus o'z so'zini aytmoqda va Danger Sport jamoasi o'yinchilari 6-5 Yakudza tushunmayapti. Nima, qanday? Hisob 5-6 va mana shu raund hozir juda ham katta ahamiyatga ega, balki tenglashtirib olishlari mumkin hisobni. Danger Sports o'yinchilari juda uzoq masofadan hozir fight boshlanyapti. Revolution o'yinchilari granata otayotgan pozitsiyaga hali yetib kelib ulgurishmadi Danger Sports jamoasi o'yinchilari. Va ko'ramiz, hozircha mana bunday dimlar bilan albatta oldinga o'tish bu juda ham to'g'ri qaror, faqat granatalarni qabul qilib olmasligi kerak. Revolution o'yinchilari Krevetka biroz oldinroqqa chiqdi. Ma'lumot yig'ib berish uchun balki senator ko'rdi lekin. Mana o'sha pichoqlar, lezbiyalar. Mana o'sha pichoqlar. Rostdan 10 ta barmoq agar kiradigan bo'lsa, odam o'ldirsa bo'ladi bu dunyolar bilan. Hozircha odam emas, o'zini menimcha noholatga uchratib qo'yishi mumkin edi. Krevetka Hardboy noholatga uchatilganligini ko'rib turibman. Ziko yaxshi raqibidan birini noholatga uchratib qo'yibdi. Bu aynan Javohir 18 edi. Va bizga esa Zikoni menimcha device hozir namoyish qilindi. Regina dimlar otishni boshladi. Regina sekin-astalik bilan burchak olishni boshlagan. Hozircha raskladkalarni ko'rdingiz mana telefonda. Ajoyib Regina uzoq masofadan turib raqiblarni topishga harakat qilyapti. Hozircha Team Revolution jamoasida biroz ustunlik bor. 4 ga 3 fight davom etadi. Ko'ramiz. Danger Sports comeback qilish arafasida edi. Mana bu Javohir o'zini yo'qotilishi esa hozir buni yo'qqa chiqarishi mumkin. Balkim 7-7 bo'ladigan bo'lsa, menimcha yana bir o'yin ko'rishimiz mumkin. Agar durang bo'ladigan bo'lsa, albatta yana raundlarni ko'rishimiz mumkin jamoalar o'rtasida. Agarda kimgadir victory berib oladigan bo'lsa, o'shanga raund hisoblanadigan bo'lmasa agar, endi reglamentga bog'liq organizatorlar tomonidan ko'ramiz bu qarorni. Yaxshi, Hardboyning holatida Revolution jamoasida, lekin uni darhol ko'tarib olishadi. Yakudza mana shu ishni boshlab yubordi. Yo'q. Yakudza ham holatida. Bizga yana devicelar namoyish qilinmoqda va Danger Sport jamoasi o'yinchilari mana bosimlarni boshlashlari kerak, lekin Ziko hozir o'z raqibini noholatga uchratib qo'ydi. Danger Sport jamoasi o'yinchilaridan burchak olib olgan Donni ham topib olayotganligini ko'rib turibmiz va endi tezroq kill qilib olib 2 ga 1 fight. 2 ga 1 fight olib boradi katta ehtimol bilan. Ziko tomonidan yana spreylar qutqarib oladi ekan. Senator chiqib ketdi bu raundni. 6-6. Danger Sport jamoasi o'yinchilari do'stlar ko'rib turganimizdek comeback amalga oshirishmoqda. O'zi Danger Sportda mana shu xususiyat bor-da. Mana shu yoqtirishadi qandaydir bir comebacklarni amalga oshirib, bir actionlarda bizga namoyish qilishdi. Va Danger Sport jamoasi o'yinchilari 6-6 hisobda
yetkazib olishdi va endi ko'ramiz. Mana endi Dangerous Sports oldinga o'tib keta oladimikan yoki Revelation Team jamoasi o'yinchilari o'yin boshidagi mana shu yaxshi o'yinlarni yana qaytara olishadimikan? Uchta o'yinchi Revolution jamoasi o'yinchilari o'ng qanotdan kirishga harakat qilib ko'rishmoqchi edi, lekin Don ajoyib himoyani namoyish etdi Zikoni holatida va Zikoni senator bosib ketdi-yu, lekin o'zi ham qabul qilib olyapti. Don Yakuzani shu zahotini holatiga keltirib qo'yapti. Hardboy qarshisida Javohir uni topib oldi Hardboy va 2-2 fight ko'rishimiz mumkin. Regina hamda Don duosi agar Javohir o'zini ko'tarib olishsa ular 3 kishi bo'lishlari mumkin, lekin buning imkoniyati yo'q. Yakuza nok holatida Don granata orqali bu ishni amalga oshirdi. Afsuski Hardboy Donni nok holatiga keltirib qo'ymoqda. Birgina Regina qoldi va u o'z sherigini ko'tarib olish uchun kelayotganida Hardboy hozir masalani hal qiladi katta ehtimol bilan. Mana bu Molotov Reginani chiqishga majbur qiladi va bo'ldi. Durang bo'ladimikan yoki Revelation Team jamoasi o'yinchilari 8-6 hisob bilan bu raundda yakunlab qo'yishadimikan? Regina nok holatiga uchratildi, lekin qanaqami qarshi spreylar amalga oshirilmoqda Dangerous Sport jamoasi o'yinchilari tomonidan. Yaxshi. Javohir 18 ham nok holatiga uchratildi. Bu endi 4-2 degani. Va Revelation Team jamoasi o'yinchilari yetib kelishdi. Ziko raqiblariga juda ham yaqin kelib olgan. Tezroq dabit qiladigan bo'lsa tezroq qilish kerak. Mo'liklar uloqtirilmoqda. Ziko qandaydir bir tushunarsiz bir spreylar amalga oshirdi. Hardboyning qayershkasi hozir Donni ham krevetkani ham nok holatiga keltirib qo'ydi. Mayli, krevetkani можно. Holatiga keltirib qo'yish. Yakuza yakunlab qo'ydi oxir oqibat va 8-6 hisobi bilan Revelation Team jamoasi o'yinchilari oxir oqibat g'olib chiqishmoqda.